Xo'sh, mashinamni ko'rish kerak endi. Obbo, nima bo'ldi mashinamga? Nima bunaqa baloni katta bo'lib ketdi? Nima ag'ri choqib oldimi mashinamni balonidan? Vatto, nima qanday haydayman endi bu mashinani man? Yo, bunaqasi ketmaydi. Yaxshisi mashinani kimgadir aldab sotib olishim kerak. Lekin kim oladi bu mashinani? Menimcha, qaysidir qishloq olsa kerak, chunki qishloqlar jinni bo'ladi. O'zim ham jinniman, nimaga shuni olganman bilmadim. Nima qilsam bo'ladi? Endi bunga klient topish kerak. Klient qayerdan topaman? Mayli, hozir qishloqda bir aylanib ko'ray, klient chiqib qolar. Bilmadim qayerdan. Hozir mana shu tomonlarda bir izlab ko'ray, shaharlardan qayerlardandir chiqib qolsa kerak. Voy belim. Noto'g'ri uxlab qopman-ku. Qiyshayman, uxlaymanmi? Belimni oldirib qo'ydim-ku. Endi qanday yuraman? Yurishda biroz qiyinchilik bo'lar ekan. Mayli, endi nima ham qilardim? Chap tomon bilan shu uchun uxlamaslik kerak. Elektrik gantijalik. Bir tomon bilan uxlab qo'yganim uchun endi belim og'rib yuradi kun bo'yi. Mana stulga o'tirganimga unaqangi yomon og'riq bildirmayapti, lekin turganimda, yurganimda vobshe qiynayapti. Bitta mashinam bo'lsa haydab yurardim, yurishga erinayapman. Hozir bitta Telegram chiqolay, Telegram YouTube'ga kirib yaxshisi YouTube kanallarimda aktivini ko'raychi. Sizning YouTube kanalingiz obunachilarni 700 tasini jalb qilib tashlabdi. Yaxshi, 700 ta obunachi yaxshi, lekin meni maqsadim tezroq 10 ming ta obunachi to'plash, lekin obunachilarimga hayronman, nimaga obuna bo'lishmayapti. Balki o'zlari ham bilishmas, lekin ularga men qancha aytsam ham obuna bo'lmayapti. Aytgancha, barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men o'sha Jo'xa. Jigarlar, nima bunaqangi odamni asabini buzyapsizlar, men xafa qilyapsizlar. Kanalga obuna bo'lmayapsizlar. Kanalimizda 95% odam obuna bo'lmasdan ko'rar ekan. Bu nima degan gap? Sizlar prosta obuna bo'lmayapsizlar. Obuna bo'lishni bitta bosinglar, tamom. 3 ta kanal chiqar, 3 taga tars obuna bo'linglar. Videoga like bosib, oxirigacha kuzatinglar. Sizlardan hech nima ketmaydi. Kommentariyaga nimadir yozib qoldiravering, o'zingizlar bilasizlar. Men esa bugun qishloqda nima ish qilishga hayronman. Menimcha polizda ishlasam kerak, keyin borib daraxt topib kelaman. Daraxt nimaga kerak desanglar agar, bilmadim. Nimaga bilmaysan, nima kerak, nima olib kelmoqchiligingni desanglar. Короче, bitta reja bor. Do'kon qurmoqchiman. Onasini ham mana shu yerda bitta chotki qilib do'kon quraman. Endi savdodan pul topmasak, bu polizdan topayotgan pulim hech nima bo'lmayapti, to'g'risi. Normal bitta do'kon qurib olib, pul ham yig'ib qo'yibman, kerak 1-2 so'm. O'sha pullarga chiroyli qilib bitta do'kon ochib yuboraman. Do'konda oziq-ovqat mahsulotlari sotaman. Boshqa narsalar ham sotishim mumkin, lekin asosan oziq-ovqat mahsulotlar sotaman. Nima edi bu? Bitta jitel turibdi yonida. Balonmi? Mashina baloni, yonida motori? Bu nima ekan? Men tushunmadim. Menda S25 Ultra bor, yaqinlashtirib ko'rsatadi ekan. Motor bu qishloqni tanidim, bu mana u yerda yashaydigan qishloqi, lekin uyida kimdir bor ekan. Buni qaranglar, uyida kimdir o'tiribdi. Hozir yaqinlashtirib ko'rsataman S25 Ultramda. Ko'ryapsizlarmi, kimdir o'tiribdi, balki o'g'ridir. Xotini-ku, men nimaga o'g'ri deyapman? Xotini boyadan ekan uyda o'tiradi. Men tentak bor, xotinni oldida o'tirsa bo'lmaymi? Men o'ylansam xotinimni oldida o'tirar. Unaqa narsalar gapirish shart emas sizlarga. Tezroq mana shu polizdagi narsalarni yig'ishtirib olay, keyin borib bir ko'rib kelaman. Nima ekan u, nimaga bunaqa oldida o'tiribdi, qarab ko'chada, balki qo'rqlayotgandir, kimdir urib ketadi deb. Xotini qarab turibdi qo'rqilayotganini. Mayli, menga nima qiziq bor, tezroq polizdagi narsalarni yig'ishtirib olayin-da, keyin borib bilib kelaman qanaqa mashina. Mashina? Topdim, mashina ekan demak bu. Mashina kakras. Lekin g'alati mashina, qaranglar. Bitta balon katta, yonida motor. Bu qayerga o'tiriladi? Ustiga o'tiriladi. Ustiga o'tirsa ketdi, ezib tashlayman. Vobshe g'alati-ku. Sizlar shunaqa mashina bo'lsa qanday haydardinglar? Sizlarga savol. Men lekin itarardim, bilmayman. O'zim ham hozir borib ko'rib kelamiz birgalikda. Sizlar ham ko'rasizlar, albatta videoni kuzatib tursanglar bo'ldi, всё. Bu yerdan mana shu narsalarni tezroq yig'ishtirib olsam, to'g'risini aytsam, shu qishloqdagi ishlar jonga tegib ketgan. Shaharga ko'chib ketay desam, shaharga ko'chib ham keta olmayman, chunki shahar yo'q. Shahar bo'lsa ko'chib ketardim. Shahar bor, lekin ko'chib ketgim kelmayapti. Ko'chib ketsam yaxshi bo'ladi. Bilmasam, ichimda bitta narsa ko'ch deyapti, ikkinchisi ko'chma deyapti. Qaysi biriga quloq solsam ekan? Shaharda o'zi hech qanaqangi yaxshi narsani o'zi yo'q. Qishloqda bitta normal uy qurib, normal biznes qilib yashayorish kerak. Endi sizlarga misol qanaqa usul qulay, ya'ni shaharda yashagan qulaymi, qishloqda yashagan qulaymi? Bugun fermadan olingan, ya'ni polizda olingan mahsulotlar o'zimga qoladi. Bilasizlar, 4 tadan bittasini qishloq meriga yetkazib berish kerak. Bu galgisi o'zimga tegishli. Tapor qolsin, chunki aytganimdek daraxt olib kelishim kerak va do'kon qurishni boshlayman.
Endi do'kon bilmayman yaxshi chiqadimi, yomon chiqadimi, ko'ramiz birgalikda. Tak. Bratan turishini qaranglar. Menga qarayaptimi? Kimga qarayapti? Ya, assalomu alaykum. Bratan qalaysiz? Yaxshimisiz? Tuzumsiz? Charchamayapsizmi? Va alaykum assalom. Qaniysan, Johan, zo'rmisan? Ha, yaxshi, rahmat. Bu voy, ichida o'tiriladimi balonni? Ha, ichida o'tiriladi. Qanday mashina ekan? Va bilmadim, endi haydab ko'rsam bilaman-da. Haydab ko'r, mayli, haydab ko'rish bepul. Hozir qarang, ichiga kirib o'tirib haydasam, men boshim aylab qoladimi? Yo'q, ichi aylamaydi, faqat balon o'zi aylanadi. Rostdanmi? Agar kirib boshim aylab qolsa, agar kasal bo'lib qolsam, siz javob berasiz, tushundingizmi? Yo'q, men aytdim degin, hech nima qilmaydi. Qara, haydab ko'r, lekin sotib olishiga to'g'ri keladi, haydab ko'rsang. Nima deganingiz? Hozir haydab ko'rsam yo'qmasa-chi? Yo'qmasa mayli, olmaysan. Prosta haydab ko'rish bepul. Ha, bo'ldi, gap yo'q. Hozir bo'yim yetarmikan? Tak. Voy. Bo'yim yetmas ekan-ku. Ha, mayli, bitta sakrab tak. Tak. Va, bo'yim yetdi. Voy, qanday ko'raman? Voh, namuncha buni haydash qiyin. Uzoqdan ham ko'rib bo'lmaydi. Voy, yurar ekan. Dahshat. Bo'ldi. O'sha yerda to'xtasin, to'xta. Tak. Voy, bundan tushguncha oyog'im sinib ketar ekan. Birat bo'ldi, menga yo'qni olaman. Narxi qancha buni? Narxi tak hisoblab ko'raychi hozir. Tak 7000 dollarga berib yuboraman mayli senga. O'zingiz qanchaga olgansiz? O'zi bu 1000 dollarga olgandim, lekin bu brak bo'lib qolgan. O'sha uchun 7000 ga sotib yuboraman mayli. Mayli, hozir men bir uyimga borib kelay, 7000 pulimni olib kelaman. Bo'pti. Ha, mayli. Всё. Tak, menda pul bor, lekin do'kon quraman deb qo'ygandim. Do'kon qursam buni ola olmayman, buni olsam do'kon qura olmayman. Bilmadim, menimcha shu mashina olsam kerak, chunki bunaqa mashina qishloqda bitta bo'ladi, katta bo'ladi. Lekin buni qayerga sig'diraman? Buni garaj ham qurib bo'lmasa kerak. Mana yerda garaj qursammikan, qaranglar. 600 metrlik garaj qurib ichiga buni joylashtirsam, unga qancha pul kerak bo'ladi? Voy, bilin. Menimcha juda ham qiyin bo'lsa kerak, lekin eplashtiramiz. To'g'ri, pulim qayda edi? Pulim pastda edi. Tak, mana 64 ta 1 2 3 4 5 6 va 7000 dollar bo'ldi. Всё. Normali. Tak, mashinani olib kelamiz endi. Kelishimda birdan daraxtdan olib kelaman. Garaj qurish kerak bunga. Lekin bunga qandaysiga garaj quraman? Vobshe g'alati-ku. Garaj qurib bo'larmikan? Bilmadim, nimadir qilish kerak. Bratan, tak, men 7000 dollar olib keldim, sandig'ingizga joylab qo'ydim. Sanab oling. Hozir 1 2 3 4 5 6 to'liq ekan, malades 7000 ekan. Siz qanday sanadsiz? Siz pul sanagich bo'lib ketganmisiz? Ha, endi men desam sanab qo'yaveraman. Malades. Kallezdan opardimmi? Kallez dahshat ishlar ekan. Bo'pti, qarchi, men mashinani olib ketdim. Bo'pti, men roziman, olib keting. Sizdan men rozimi, siz rozisizmi deb so'ramadim-ku. Endi aytdim-da, sen ham rozi bo'l. Ha, bo'pti, mayli, roziman. Tak, bunga endi bir amallab sakrab minib olamiz. Tak, buni qanday olib ketaman? Hozir men o'rmonga borishim kerak. Voy, burilishini qaranglar. Voy, buni qanday haydayman? Vobshe g'alati. O daraxt olib kelish kerak. Tak, mana shu yerlardan. Tak, bo'ldi, всё. Bo'ldi. Voy. Ag'nab tushmaydimi? Voy. Nima bo'lyapti? Rost ag'nab tushadigan o'xshayapti. To'xta. Sekin. Sekin ham tushib bo'lmaydi bundan. Hozir qaranglar. Bitta daraxt yig'ishtirib olaylik, lekin bunga qanday quraman, hayronman. Mayli, bir amallab qurib tashlayman hozir. Hamma joyini yopish shart emas, faqat atrofini o'rab qo'yaman, chunki jitellar bunga minib ko'raveradi, oxiri buzib qo'yishi mumkin. O'shaning uchun kichkinaroq qilib, normalroq qilib bitta yasayman. Tak. Okey, bo'ladi, normalniy. Tak, bu yerda ham kesaman. Bilmadim nechta daraxt olishimga to'g'ri keladi. Yo, oddiy rishotga qilsammikan? Oddiy rishotga qilsam ham bo'ladi. Bunaqangi birdan atrofda o'rab tashlashim shart emas, lekin do'kon qurishim kerak edi-yu. Hamma do'kon qurish qolib ketaversin. Keyingi daromadlarimdan do'kon qursam bo'ladi. Tak, xo'sh, bir 50 dan 60 YouTube kanal ko'tarib sotib yuborsam, balki do'konda puli kelib chiqar, balki kelib chiqmas, bilmadim, lekin o'sha sizlar padeshkalab turishinglar kerak. Ya'ni tezroq obuna bo'lib, videoga like bosib, qo'llab-quvvatlab tursanglar, men pul yig'aman-da, sirazi. Tak, keyin bitta do'kon ham qurib yuboraman. Do'kon o'zi kerak. Bu mashinadan ko'ra do'kon kerak edi, lekin endi bu mashina olib qo'ydim, bilmadim. Voy. Ozgina qoldi, ko'rdinglarmi? Mana uyni bosib ketishimga. Yoni nima? Hech narsa ko'rinmaydi-da, buni qaranglar. Hech narsa ko'rinayotgani yo'q. Tak, voy. Asta. Qanday joylashtiraman bu yerga? Tak, bo'ldi. Всё, mashina qo'yib qo'yaylik. Tak, bir amallab.
bundan osti ham tushib bo'lmaydi-da. Tak hozir hamma daraxtlarni tak reshotka yasab chiqadi ichkari kirib. Keyin esa qurilishni boshlayman. Tak, hop. Cho'p yasash kerak birinchi o'rinda cho'p. Tak buni shunday qo'yamiz, hammasini olamiz. Endi reshotka tak qanday yasalardi reshotka? Tak to'xtanglar. Yo'q, buni olamiz. Tak buni qo'yib turib yarmini olamizda, yarmini bu yerga, yana yarmini bu yerga. Buni bunaqa va buni bunaqa bo'ldi. 48 ta yetarmikan 48 ta? Bilmadim, yetsa kerak, yetkazib yuboramiz. 48 ta, 48 ta. Bergaman, shu atrofini o'rab qo'ysam bo'ldi. Bitta eshikcha qoldirib, gul toptashish kerak, bu gul kerak emas. Tak, xo'sh, muhimi qishloqlar ichkari kirib bunga tegmasa bo'lgani, chunki qishloqlar buzib tashlashi mumkin. Tak, bu yerga bitta, bu yerlarga bir nechta yana 40 ta qoldi. 40 ta yetarmikan? Qo'lni qiyshiqligini qaranglar, shu yerga qo'yib yuborishim shartmidi? Mayli. 40 ta qoldi desam, 40 ta u cho'p ekan. U 27 ta qolibdi ekan. 27 ta yetarmikan? Hozir yo'lga chiqib ketmasligim kerak. Yo'lga chiqib ketsam keyin qishloqlar вообще yig'lab boshlaydi. O'shaning uchun yo'lga chiqmasdan mana shunaqa takoy qilish kerak. Eshik qoldirmadim chunki buni har doim haydab yurmayman. Birosta haydayim kelsa taporlab chiqib turib, tars kesib tashlab, balon tegib turibdi, hech nima qilmaydi. Tak, menimcha normalniy bo'ldi. Hozir do'konni proyektini tuzaman, kompyuterga o'tirib, do'kon ham qurishim kerak, iloji yo'q, pul topish kerak do'kon uchun. Hozir menda adashmasam umrda bir zon $1100 pul qolibdi. $1100 bo'lsa tak $5000 qilishimiz kerak. O'shaning uchun yana $39,000 kerak. Hozir YouTube kanalimga videolar qo'yaman-da, pul topaman.